Falastinga yahudiylar qachon kirib kelishni boshladi? Buning barchasi 1917-yilda Balfour deklaratsiyasi orqali bo'ldi. Bu deklaratsiya qayerdan paydo bo'lib qoldi? Bilamizki, Birinchi jahon urushida ikki tomon bor edi. Birinchi tomonda Britaniya, Fransiya, Rossiya va keyinroq Amerika va Italiya turgan bo'lsa, ikkinchi tomonda esa Germaniya, Avstriya, Vengriya va Usmoniy imperiyasi bor edi. O'sha vaqtlarda Usmoniy imperiyasi mana shu Falastin hududini boshqarardi. Va ular mana shu ikkinchi tomon, ya'ni Avstriya, Vengriya, Usmoniylar, Germaniya bo'lgan bu tomon urushda yutqazgandan so'ng Balfour deklaratsiyasiga ko'ra mana shu yerni Britaniyaga berishga majbur bo'ladi. O'sha vaqtda Britaniyani yahudiylar boshqarardi. Shundan so'ng yahudiy davlatini tuzish uchun Germaniyadan yahudiylar ommaviy ravishda Falastin hududiga ko'chirib keltiriladi. O'shandan beri mana 100 yildan oshdi. O'shandan beri hozir yahudiylar o'sha yerda yashab kelishmoqda davlat sifatida.